Tuyuqsiz bir yemak qilganda ya eringizga tarasturus bir nim qila xoto degan gaqda dal mushun qilsizlar xonimlar 15 minut tayyor bo'ldi. Jimi me'morligimi ba oilada qilishim qulaylik bolalarga maktabga apasingizlar mechilda qolmaydi. Amiz tuqqanlarim yurak birimiz jimi demisam tuqqaldi ekansizlar. Cho'pnimi oldin 7 minut qaynitib pishirib yoki sovuq suvda chaqab elib olsangizlar bo'ldi. Qozonga muvofiq miqdorda moy qo'yib ya qizigandan keyin go'shtni sep qizarg'ichdan qo'raymiz. Ammo bu go'shtni azariq tuz, bir qo'shiq moy, yarim qo'shiq jon yo'qib tamlantirib olgan oldin jimi. Vaqtingizda yas qilingizlar bo'lmasa udulli qo'rsangiz bo'laverdi. Go'shtga azariq tuz bilan sinjang birimiz, andi qizil ko'klar samsoqlarni solmazdan tuqalab bular salsangizlar ranglik ham ta'mi suzaraq chiqadi emasmi? Samay bevosita cho'pni desab qiyamni salsangizlar ta'mi qiyinroq chiqadi shu. Ishlatgandan bo'lsa cho'ng ustamniki Italiya cho'pi yurishligi tuqalar. Cho'pi bilan qiyami billi chiqadi. Jimi cho'ng ustamning cho'nglig'i va deydi tuqalar ulanmag'i chiqir qo'ydim. Chiqim tetib beqingizlar jimi. Mana buni jiq qo'rmaymiz tuqalar qiyamini ravurus aralashtirib 3 minutlik qo'rsak shunchalik mizlik alaydi tandik Italiya cho'pimiz tayyor bo'ldi degan gap. Ish qilib qilishning asonligiga ta'mi gap ketmaydi jimi tuqqanlarim mayli mehmonni oldiga ochiqing ya oilada qiling hammalarga yarab o'tib ketadi. O'g'il oldingizlarmi tuqqanlar yurak berib qo'llar qo'yishni qat'iy unutib